Bu darojnilarga aytish kerak-da bu narsani, buni bo'yab qo'yish kerak. Mana bir kun oldin Matiz uribdi, endi bugun bir zibratishga uribdi buni. Matiz qanotdan turibdi mana yerda mana. Bu bir kun oldin Matiz uribdi bu yerga, ushutga. Endi bundan mana shu bu qaysi nima bu? Yo'l nima deyiladi mana shu yo'lda aka? Yo'liga yurish. Qayt? Tumanda ko'rmay qolyapti-da, buni beton bo'yalgani ham yo'q. Darojnilarga yetsa shuni endi bo'yab qo'ysa bo'laverardi shuni. Tumanda umuman ko'rinmaydi bu narsa. Ya aslida qo'yib qo'yish kerak. Tuman qalin, yo'l tugab qolyapti. Agar nima qilgansiz boshqa? Bir kun oldin Matiz borib, betdan urib, o beton devorga o'tib ketibdi. Mana Matiz qanoti ham ana uni. Endi biroz ishkam urib turibdi. Nexia'ni. Ha, endi mayli nima deymiz. Lekin darojnilardan iltimos qilib qo'ygan bo'lardik, shunaqangi yo'l zinalariga bundan bag'aga sal hushyor bo'lib, nima qilishga.